Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Xudo xolasa mana navbatda ishlarimizni ham inshaalloh tugatib oldik, chiroyli qilib. Bu yerimizga Akfa'ni zolotoydan olib kelganmiz. Oynaklari 2 qavat. Oqqa yot paketga berganmiz. Xo'p, taglarini alkafon qilib berganmiz. Xo'p. Bularimiz razmeriga keladigan bo'lsak 2.15, eshiklarimiz 2.10. Nari chekamiz 1.85. Nari chekamiz 285 bo'lgan. So'rimiz bo'ylari 220, buyoqlarimiz 275 bo'lgan bo'ylari. Hop, bu yerimizga o'rtaga eshik qo'yib berganmiz, 2 qanotlik. Xudo xolasa ligirovkalari ham cho'tki bo'ldi. Ruchkalarni ham Open Doors firmasiga tegishli ruchkalardan qo'yib berganmiz. Romlarimizdan bittadan ochib berganmiz. Bu yerimiz 3 ko'z qilib o'rtadan bitta ochib qo'yganmiz. Keyin nari so'ridan ham bitta ochib berganmiz 285 lik joyimizdan. Xo'p, har doimgidek ustunlarni alkafon bilan o'rab o'tganmiz. Xolasa o'ta chiroyli chiqdi joylarimizga. Bu 85 3 ko'z qilib berganmiz, bu yerdan ochilish qilmaganmiz. Xo'p, ichkaridan ko'rinishlari. Mana ichkaridan ko'rinishlari, xudo xolasa chiroyli chiqdi ichkarilari ham. İşimizni ham endi tugatib oldik. Xudo xolasa endi mana syomkada qilyapmiz. Tagini alkafon qilib berganmiz. So'rda o'tirganda bemalol bolish qo'yib suyanish uchun. Tepalarini 2 ko'z qilib berganmiz. Xo'p, endi bu yerimizda narx-navosini aytadigan bo'lsak, uzunasiga 9 metr. Bu yerimiz kvadrati 23 kvadrat chiqdi. Bu yerimiz 2 qavat oyna 650 ming so'mdan tushdi. Xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib olib borib yetkazib beramiz. Bu yerimiz shu 14 million, 15 millionga tushdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa doim aloqadamiz, bemalol telefon qilaverasizlar, xudo xolasa sizlarning ishinglarni ham chiroyli qilib olib borib yetkazib beramiz.